Milliy chatbotni akkauntga ulash va foydalanish qo'llanmasi. Botga start bosganimizda bizga salomlash xabari yuboriladi va botni ishlatish qo'llanmasi tushuntirib o'tiladi. Botni ishlatish uchun sovg'amalar bo'limiga kirib, bu yerdan Telegram biznes bo'limini ochgan holatda eng pastdagi chatbot bo'limiga kirib, bot foydalanuvchi nomi joyiga milliy chatbot deb yozamiz va botni qo'shib olamiz. Va eng pastdagi xabarlarga javob berish yoqilganiga e'tiborli bo'ling. Bot muvaffaqiyatli ulangandan so'ng sizga mana bunday xabar yuboriladi va siz istalgan chatda .help deb yozish orqali botdan foydalanish qo'llanmasini ochishingiz mumkin. Ping buyrug'i orqali botning ishlash tezligini bilib olishingiz mumkin. .settings deb yozib yuborish orqali esa botning asosiy sovg'amalar bo'limini ochishingiz mumkin. Ushbu sovg'amalarni siz mana bu tugmalar orqali o'zgartirishingiz mumkin. Birinchi ikkita funksiya, ya'ni tahrirlangan va o'chirilgan xabarlarga nisbatan javob tariqasida suhbatdoshingizdan nega bunday qilganini avtomatik tarzda so'raydi. Replay funksiyasi bot tomonidan yozilayotgan xabarlar javob tariqasida yozilishini ta'minlasa, yozmoqda, ya'ni typing funksiyasi esa bot sizning o'rningizga yozayotganda yozish statusi ko'rsatilishini ta'minlaydi. Buyruqlar hammaga bo'lib turadigan bo'lsa, sizning suhbatdoshingiz bot funksiyalaridan foydalana olishi mumkin. Agar faqat o'zingiz uchun belgilab qo'ysangiz, boshqalar bundan foydalana olmaydi. Mana bu tugma esa sun'iy intellektni ChatGPT va Gemini o'rtasida almashtirish imkoniyatini beradi. Mana bu narsa yonoq tursa, sizning o'rningizga sun'iy intellekt suhbatdoshingiz xabarlariga avtomatik javob beradi. Mana bu add message tugmasiga bossangiz, siz avtomatik javob qaytariladigan shablon xabar yaratishingiz mumkin. Javob uchun javob berilishi kerak bo'ladigan matnni kiritasiz. Keyin esa shu xabarga nisbatan avtomatik javob berilishi kerak bo'lgan matnni kiritasiz. Va qarabsizki, tayyor. Auto message tugmasi orqali esa siz mana shunday xabarlar ro'yxatini to'liq ko'rib olishingiz mumkin. Menyudagi mana bu bo'limlar ham xuddi shu vazifani bajaradi. AI esa AI tomonidan sizning savolingizga javob berishda yordam beradi. Uni ham mana shunday foydalansangiz bo'ladi. Emoji buyruqlari esa sizning matningizni emoji holatida yozib berish imkoniyatini yaratadi. Dice funksiyasi orqali esa Telegramdagi mana bunday qiziqarli o'yinlarni o'ynab olishingiz mumkin. Botning ko'proq funksiyalaridan foydalanish uchun botga qaytib settings bo'limidan tariflar bo'limi orqali o'zingizga qulay bo'lgan tariflarni starslar evaziga sotib olishingiz va botdan maza qilib foydalanishingiz mumkin. Siz bilan Sindoruz bo'ldi. Milliy chatbotdan uzoqlashmang.